Salom jigarlar, biz va nihoyat challenge start beramiz. Ertaga 6 da Madaniyat saroyida sizlarni kutamiz. Ana shu yerdan hamma yo'lga chiqadi va yo'lda juda ham qiyin shartlar bo'ladi. Sizlar kuzatib boringlar. Xudo xolasa o'rtoqlar, ertaga 5 ariqdan Farg'onaga yo'l olamiz. Juda ham qiyin shartlar bo'ladi deyapti mana. Yaypandagi kishi Bonish Parish bilan Yaypanda mana akamlar Farg'onadan, 5 ariqdan akam Farg'onada va Furuqqatdan va eng katta biz asosiy shu narsani tashlagandan Abduaka Siddiqov 5 ariqdan. Xudo xolasa o'rtoqlar, o'zlaring tanigan blogerlar maksimal darajada belgilab ketib, aktiv do'stlarni ko'rsatsa, albatta yo Yaypanda kommentariy yozib esdan chiqmasin. Manfaatli yoki xalqimizga foyda beradigan reklamalar yoki maqsadlaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa biz yo'l bo'ylab reklamalarni qilib beramiz. Beshariq podishgan kutamiz. Beshariq deb yozib qo'yilgan, Beshariqdan bo'lsa. Farg'onaga maksimal darajada videolarni kerakli insonlarga tarqatib, kommentni banglatib Furuqqatdan bitta o'zi ekan, Furuqqatli bo'ladi. Doimo ishonchda, albatta podishakda maksimal. Hammaga omad tilayman. Bularni qo'llab-quvvatlab turinglar va reklamalar bo'lsa bizga aloqaga chiqib borasizlar. Xullas, kommentariya, короче, yo Yaypan deb qo'ysalaring bo'ldi. Bobur restoranga Abdushir Rahmat ziyofat uchun.